Nega sizda sotuvlar yo'q? Nimaga siz raqobatchingiz yaxshi sotyapti, lekin siz sotolmayapsiz? Bu savol aksariyat tadbirkorlarni qiynaydigan savol. Va bugun men siz bilan ushbu mavzuda suhbatlashamiz. Boshda nima uchun sizda sotuvlar yo'qligi sababini bilib olamiz va sotuvlaringizni oshirish strategiyasini qadam bugun qo'lga kiritasiz. Videomiz boshida sizlar bilan bu darslik kimga foydali bo'lishini eslatib o'taman. Agarda onlayn biznesga kirmoqchi bo'lsangiz yoki o'sha biznesingizni boshlab qo'ygan bo'lsangiz, blogersiz-u, axlatlaringiz baland, lekin sotuvlar yo'q. Instagramda reelslar qo'yyapsiz, lekin sotuv yo'q. Onlayn biznes boshlamoqchisiz, lekin katta pulni reklamaga sarflab, sotuvsiz qolib, minusga ishlagingiz yo'q. Aynan shu siz bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Bu videoda siz quruq motivatsiya olmaysiz. Siz sotuv, biznes va marketing bo'yicha haqiqatlarga ega bo'lasiz. Bu videodagi qo'llanmani hayotingizda qo'llasangiz, sotuvlaringiz oshishiga men garantiya beraman. Nima uchun deysizmi? Bu qo'llanmalarni 10 mingga yaqin ayollar qo'llab, o'zlarining daromadini oshirganlar. Nega boshqalarda sotuv bor, lekin aynan sizda yo'q? Bu savolni o'zingizga bergandirsiz. Instagramda 3 xil toifadagi tadbirkorlar bor yoki blogerlar bor. Bittasi sotuvlari zo'r, mashinasini olyapti, Dubayga uchyapti, ikkinchi kvartirasini olyapti. Ikkinchisi video qo'yadi, reels joylaydi, targetga pullar jo'natadi, lekin baribir sotuv yo'q. Uchinchi toifadagilar birortasini tushiga kirishini xohlaydi. Mijoz o'zi ularni qidirib topib, bir ularga vahiy kelib, ularni qidirib topib sotuvlarini, mahsulotlarni olib chiqib ketishini xohlaydi. Siz qay turdagisiz? Shartlarda yozib qoldiring. Hozir mana ko'ryapsiz ekan, demak siz 3-toifadagi insonsiz yokida umuman harakat qilib siz onlayn biznesda hafsalangiz qolmagan yokida hamma pulingizni tikib qo'ygansiz, qarindosh urug'laringiz qani bu biznesni eplaydimi deydi. Yokida turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz, singillaringiz bizdan tadbirkor hali chiqmagan, bu eplarmidi deyotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring albatta. Eng katta haqiqat va eng noto'g'ri haqiqat, men hozir har kuni reelslar olaman, mashhur blogerlar bilan gap o'ynayman, reelslarni har kuni joylayman va menda sotuv bo'ladi deb o'ylaydi. Millionli axlatli reelslar bo'lsa ham nimagadir ularda daromadi o'smaydi. Siz ham ular qatorida bo'lsangiz, shartlarda bu men deb yozib qoldiring. Buni asl sababi nima uchun millionli reelslar olinsa ham ba'zi blogerlarning daromadi oshmaydi. Yokida siz onlayn magaziningizga hamma tomosha qiladigan reels oldingiz, hammani kuldirdingiz, hamma ko'rdi, hamma wow dedi, like, kommentariya boshlandi, kommentlar ko'p, prosmotr ko'p, lekin sizda sotuv yo'q. Chunki sizga ishonch yo'q. Bizda sotuv qayerda bo'ladi? Qayerda ishonch bo'lsa, sizga ishonsa, mahsulotingizga ishonsa, shundagina sizdan biror nima sotib oladilar. Ikkinchisi, bu eng katta qilinadigan xato, hamma uchun reels olish. Misol uchun, siz faqat tadbirkorlar uchun birorta mahsulot chiqarishingiz mumkin. Uy bekalari uchun umuman boshqacha podacha qilinadi, yoki studentlar uchun baby mohi, misol uchun visokoklassni eng qimmat uylarni yoki xonadonlarni reklama qilsa, baby mohina auditoriyasi bu yoshlar. Undan ko'ra jinsiy kiyimlar, shu selfiedagi brendlar reklama olgan ma'qul. Qimmat brendli kiyimlar yoki qimmat mashinadan ko'ra. Eng noto'g'ri qilinadigan qaror bu yoqda hamma uchun reels olish, hammaga yoqishga harakat qilish. Marketing kurslarimda, sold out kurslarimda men o'quvchilarimga maqsadli auditoriyani portretini chizishni men qadamma-qadam o'rgatganman. Siz hammaga sotsangiz, sizning mijozingiz hech kim bo'lmaydi. Bir qatlamdagi, bir yoshdagi, bir turdagi, bir xarakterga ega odamlarga sotsangiz, siz sotuvlaringiz oshadi. Misol uchun Fanta brendini oladigan bo'lsangiz, Fanta har doim yoshlarni, aktivniy yoshlarni ko'rsatadi. Ya'ni 30 yoshgacha bo'lgan, hayotdan zavq olayotgan yoshlarni ko'rsatadi har doim. Fanta brendi. Mercedes esa har doim o'zining reklamalarida bitta korxonani bosh top menejerlari yoki direktorlarini ko'rsatadi. Menga eng yoqib ko'rgan reklama bu bitta lev, arslon obrazida chiqadi. Hammaga majlislarda aktivniy obraz hayotini ko'rsatib, oxirgi uyga borishni ham ko'rsatadi o'sha reklamasida. Eng biznesdagi noto'g'ri qiladigan xato sotuvchilar, marketologlar marketing bilimi yo'qligini tadbirkorlarda bilintiradigan jihat bu sotuv qilayotganda, reklama berayotganda taklif yo'q.
Target uchun har doim target yoqishadi. Umuman bizga yangi tovar keldi. U target emas, yoki mana bunaqa ko'ylaklarimiz bor. Target yoqganingizda agarda pulingizni behuda ishlatmoqchi emas bo'lsangiz, zo'r taklif bilan yoqing. Eng arzon mahsulotingizni ko'rsating. Dastavka shu hafta tekin deng. Birorta taklif bilan, yo'q deya olmagan taklif bilan target yoqmasangiz, pulingizni havoga oshirish bilan teng bo'ladi. Shuning uchun siz to'g'ri taklif berishni o'rganing. Amerikada yashaganimda man har kuni bitta brend har hafta yangi taklif qiladi. Bugun sotib olganlarga dastavka bepul, bugun sotib olganlarga bonusning chegirma bor. Bugun sotib olganlarga ikkinchi mahsulot 50% chegirma qilib beramiz deb har hafta yangi bahona chiqar edi. Boshqacharoq taklif bilan, boshqacharoq aksiyani qo'llash uchun. Bizning tadbirkorlar mahsulotni chiqarishadi osmonni narxiga, keyin sotolmagandan keyin 50% chegirmalar sotib yoradi. Auditoriyani har doim e'tiborini olish kerak. E'tiborini olganingizdan keyin, misol uchun bugun men oldimga Flora House dan o'quvchi yozildi, sold out kursimda necha yillik gul biznesidagi bo'lgan ayol bugun targetda eng arzon gulingizni targetga qo'ying dedim. Ya'ni pulli продвижениеga birorta gulni qo'yib, magnoliyalar misol uchun 50 ming so'mdan deb qo'ysa, hamma xalq o'ylaydiki, 50 ming so'mga eng arzon magnoliyani sotib olgani borib, o'zbek xalqida ayollarda, erkaklardan pul bo'ladi, chunki odamzod egoist bo'ladi, o'ziga eng zo'rini tanlaydi. 50 ming so'mga gulga borib, o'zi bilan birga 100 minglik, 200 minglik, 300 minglik, million so'mlik sotuv qilib keladi. Bu hammasi e'tiborni olib olish uchun qilinadi. Shuning uchun meni sold out kursimda 2 hafta taklif berishni o'rgataman. Taklif bilan targetni, taklif bilan sotuv ko'nikmalarini biz 2 hafta o'rganamiz. Sizga eng yaxshi beradigan, yo'q deya olmagan taklif qanday taklif bera olaman? Xo'sh, taklifda tezlikni va'da qilsangiz bo'ladi taklifda. Taklifda bitta mahsulotni olsa, ikkinchisini tekinga qilib berishingiz mumkin. To'g'ri hisob-kitob bilan bu yerda. Yoki taklifda eng mijozsiz qiynalayotgan ishini men senga hal qilib beraman deshingiz mumkin. Men 50 ming dollarlik kursimni har doim aytaman, sotib olganimda u yoqda bizada kursni sotayotganda uyga vazifani qilishim kerakmi desam, ha deyishdi. Men vaqtim yo'q uyga vazifani desam, sen audio yuborasan dedi menga. O'sha audioda uyga vazifani qilib beradigan assistenting bo'ladi deyishdi. Ya'ni men uyga vazifani yozib o'tirishga vaqtim yo'q. Men assistentim ular tarafdan berilgan assistentga audio yuborsam, ular meni uyga vazifamni qilib topshirib qo'yar ekan. Demak, siz o'zingizni mijozingizni tezroq qaror qabul qilishga, ularni qiynayotgan, sizni mahsulotingizni ishlatayotganda qiynalayotgan qiyinchilik muammosini bilib, ularni yechib berishga harakat qilaman desangiz, u ham to'g'ri taklif bo'ladi. Eng katta inson zotida pul bor, pul bo'lmasa hozir kreditlar bor, bizda qarindosh urug' qarab turmaydi, hammasidan bir so'm so'rasa beradi, o'rtoqchilik degan narsalar bor. O'zbek ayollarida gapi bor, eri bor, ukasi bor, akasi bor, adasi bor, o'rtoqlari bor, gap puli bor, xo'jayini bor. O'zbek ayollarda pul ko'p. Erkaklar faqat pul ishlab topsa, o'zbek ayollari har doim so'rashi mumkin, eridan, ukasidan, adasidan, dodasidan pul so'rashi mumkin. Shuning uchun o'zbek ayollarini birorta men seni ozdirib beraman. Siz ozish kurs sotmayapsiz, sizga ozg'inlik hayotini sotyapsiz. Nima muammoni yechayotganingizni aniq taklif bilan chiqsangiz, men sizni 5 kilogramga bir haftani ichida, bir oyning ichida 5 kilogramga sizni ozdirib beraman desangiz ham bu aniq taklif bo'ladi. Shuning uchun siz qanday taklif beryapman, nima muammoni yechib beryapman va bu muammo qanchalik meni mijozim uchun muhim. Bu muammoni yechganimdan keyin mijozim nimalarni his qiladi degan savolga javob bering. Uchinchisi, eng qiyin bo'lgan etap bu ishonchga kirish. Prosmotrlar million ba'zi blogerlarni 3-4 akkauntdan million reelslari chiqadi, lekin sotuv past. Chunki u yerda ishonch qolmaydi. Yoki-da yechayotgan muammoni qiymati baland emas. Shuning uchun har doim siz ishonchga kirishingiz kerak. Ishonch bor joyda sotuv bor. 100 ming prosmotrli insonlarga foyda keltirib, sizga ishonch olib beradigan reels yaxshiroq. Millionli reelsda o'ngga tushib qo'ygandan ko'ra. Shuning uchun hozir qaysi yo'llar bilan men o'zimni mijozimni ishonchiga kiraman
deb so'rashingiz mumkin. Bizni kiyim biznesidayam, ovqat biznesidayam mana o'quvchilarimni eng oson, eng sinab ko'rgan metodi bu mijozlarni maqtanish. Sizni brendingizni hurmati, sizni mijozlaringiz hurmati bilan barobar. Menga shunday insonlar ishonadi. Menda shunday insonlar o'qigan deb dastavkalar chiqib ketayotganini va sizdan xalq kutayotganini, olayotganini ko'rsatishingiz zarur. Eng oson yo'li sharhni qo'yish. Ko'p qizlar aytadi, menga mijozlarim sharh yozmaydi-da deydi. Sharhni ham so'rab olsa bo'ladi. Chet elda yursangiz, har bitta restoran, har bitta otelda bizga 5 yulduz qo'yib ber, deb o'zlari kelishadi. Restoranlarda ham. Eng zo'ri dastavkani oldingizmi, ko'yligimizni oldingizmi, to'g'ri keldimi, to'yingizga yarashdimi desangiz, voy, ikkita sizga zo'r paragraf yozib beradi. Shundan skrinshot qilib qo'yib qo'yasiz. Sharhni ham so'rab olsangiz bo'ladi. Dastavka bordimi, ko'ylagimiz yoqdimi, kiyib ko'rdingizmi, ovqat yoqdimi, tort yoqdimi deb o'zingiz qayta aloqaga chiqsangiz, ular от души sizga yozib beradi. To'yda bitta bo'ldim, erimga yoqdi, o'zimga yoqdi, zo'r bo'ldi degan. O'sha sharhni skrinshot qilib storiesizga qo'ysangiz, o'sha sizga har doim ishonch beradi. Halollik sertifikati beradi ovqatlarda ishonchni. Sizni mashhur mijozlaringiz sizga ishonchni beradi. O'zingiz o'qiyotganingiz, malaka oshirayotganingiz ham sizga ishonch beradi. Ba'zi bir holatlarda yaxshi nufuzli joyda arendaga joy ochsangiz ham, pulingizni hisoblab ko'rib, u ham sizga ishonch beradi. Shuning uchun o'z biznesingizda mijozlarni ko'rsating. Yaxshi hisob-kitob qilib, yaxshi joyda offline ofisingiz bo'lsin. To'g'ri kelsa hisob-kitobingizga tinmasdan o'qing. Tinmasdan o'qib va o'z biznesingizga birorta standartlar oladigan, javob beradigan halol sertifikatmi, ISO 1990 sertifikatimi, qaysi sizni darajangizni oshirib beradigan sertifikat bo'lsa, o'shani ko'rsating. Misol uchun, meni kurslarimda, marketing kurslarimda O'zbekistondagi marketing uyushmasi kurslarimni ko'rib chiqib, sizni sold out kursida nafaqat meni qo'lim bo'ladi, O'zbekistondagi bosh marketing uyushmasining boshlig'i Diyor akani qo'li ham bo'ladi, Diyor Mirzaahmedov qo'li bo'ladi. Chunki meni kurslarimni marketing uyushmasi tasdiqlagan. Shuning uchun, chunki men bilaman, mijozlarimga ishonch kerak. Va marketologlarni sostavida nomingiz bo'ladi. O'zbekistondagi marketologlarni listida meni o'quvchilarimni ism, familiyalari bor. Chunki men bilaman, ishonch har doim sotib olib keladi va o'zimga ishonsam, mahsulotimga ishonsam, men baralla sota olaman. Eng katta xatolardan biri sotuvda nima uchun ayollarda sotuv bo'lmaydi? Esimda yangi dars o'tishni boshlaganda Alim opa, men rezina artda o'qidim. Hozir rezina artda o'qib, men hozir zo'r sotuv qilaman deganda rezina artda kelajak yo'q deganman. Rezina art bitta suvenir deganman. Kimga sotmoqchi? Kimga kerak? O'zingizni qo'lingiz bilan qiyshiq qilib soxot yasagansiz. Bitta eringizga yoki qayningizga qarindosh urug'laringizga kerak. Kim qiyshaytirib qilingan rezina artdan soxot sotib oladi yoki suvenir sotib oladi deb men ko'p o'quvchilarimga aytganimda, mana 3 yil o'tdi, rezina artdan yo'qolib ketdi. Yoki ba'zi qizlar aytadi, men munchoqdan sumka yasayman va boyib ketaman dedi. Munchoq bilan qo'lingizda sumka yasash bu hunarmandlik yoki o'z-o'zini band qilishlik. Bu biznes emas deyman. Sotuvingiz yo'qligini eng katta nomer 1 sababi nima bo'lishi mumkin? O'lgan bozorga yo'q bozorga kirib olish. Kelajagi yo'q bozorga. O'sha uchun gazeta biznesga kirib olish, hozir gazeta o'lgan. U ham noto'g'ri strategiya hisoblanadi. Bozor bormi? Bu mahsulotga talab bormi? Marketing kurslarida bu o'rgatiladi. Shuning uchun birorta biznes boshlayotganda avval rezina art bo'ladimi, munchoqdan sumka to'qish bo'ladimi, искусственный gul yasash bo'ladimi? Qo'lingiz siz pul topmasa biznes, qo'lingiz bilan pul topadigan biznes bo'lsa, bu hunarmandchilik hisoblanadi. U biznes emas. Shuni hech qachon esingizdan chiqazmang. Demak, sotuv bu ketmoni uchish emas, sotuv bu omad emas, sotuv bu sistema. Sotuv bu chizilgan sistema va buni milliardli kompaniyalar ishlatadi. Kimda sotuv bo'lsa, bu sistemani yo'lga qo'ygan va bu sistemani va ketma-ketlikni hozir men sizga beraman. Ruchka qalam olib yozib oling o'zingizga. Sotuv bo'lishi uchun birinchi o'rinda bizga nima kerak? Odamlarning e'tibori kerak. Odamlarni o'zimizga jalb qilib olishimiz kerak. Jalb qilganimizdan keyin ikkinchi o'rinda bizni o'z mahsulotimizni taqdim qila olishimiz kerak. Taqdim qila olgandan keyin
nima muammoni yechib beryapti, nima funksiyani bajaradi. Taqdimotdan keyin biz ishonchga kiramiz. Ishonch bor joyda, ishonch bo'lgandan keyin, odamlar qiziqqandan keyin, mahsulotimiz haqida ma'lumot olgandan keyin biz zo'r taklif bersak bo'ladi. Bugun sotib olsangiz, ikkinchisi tekin. Bugun dostavka bor, jonli uchrashuvlar bor. Bugun sotib olsangiz, konsultatsiya bepul deb o'zingiz o'ylab chiqasiz. Lekin to'g'ri taklif berishni mahsulot kursimizda 2 hafta mobaynida o'rgataman. Endi eng asosiysi oxirida sotuvni yopishimiz kerak. Agarda e'tiborni ola olmagan bo'lsak, mahsulotimizni taqdim qila olmagan bo'lsak, ishonchga kirmagan bo'lsak, taklif bermagan bo'lsak, biz mahsulotimizni sota olmaymiz. Millionta reels qo'ying, lekin shu sistemani sota olmaysiz. Bu sistemani butun dunyo ishlatadi. Va bu sistemani birinchi o'rinda kim ishlatadi? Zapusk va taqdimotlar orqali sotish strategiyasi albatta Apple kompaniyasida bor. Har doim Apple yangi telefonini ommaga taqdim qilishdan avval hazakamroq, boshqacharoq dizaynini o'zi ommaga taqdim qiladi. Hamma joyda tarqab ketadi. U avgust-sentyabrda Apple'ni keyingisi mana bunaqa dizaynda bo'lar ekan deb. Xalq keyin o'sha oktyabr oyini kutadi. Qachonki Apple'ning yangi versiyasi prezentatsiya bo'lishi, o'sha bizaga avgust-sentyabr oyida chiqib ketgan dizaynmi yoki boshqacha dizayn bo'ladimi? Solishtirish uchun. Ataylardan hayf qilish uchun umuman boshqa dizaynda Samsungning dizaynini chiqarib qo'yadi. Endi Apple Samsungdan ko'chirayotganda deb o'sha rost dizaynmi yoki noto'g'ri dizaynmi deb hamma kirib o'tiradi. Siz o'ylaysizki, ular yangi versiyasini ko'rish uchunmi? Yo'q, hamma eski versiyasida xursand bo'lib yuribdi. Yangiga pul topgisi ham yo'q. Yangisini faqat qizlar xohlaydi maqtanish uchun Instagramga qo'yishni. Lekin prezentatsiyani erkaklar ko'radi. U yerda ham chiqib ketgan dizayndagi bo'ladimi yoki yangi dizayndagi bo'ladimi? Ular hatto puli ham yo'q hali sotib olishga. Lekin hammani e'tiborini o'ziga jalb qilish uchun sentyabr, avgust oylarida Apple o'zining hazakam dizaynini internet tarmoqlarida tarqatib yuboradi. Demak, Apple sotuvni har bitta etapini zo'r qiladi. Birinchi o'rinda e'tiborni jalb qilish uchun hazakam dizayn qiladi va taqdimotini zo'r qiladi. Taqdimotini zo'r qilgandan keyin oxirida albatta taklif beradi. Eng ularni fishkasi boshidan bo'lgan, boshida 1-2 oy yangi dizayndagi Apple'ni sotib olish qiyin qilib qo'yadi. Tanqisli ham sotib olish appetitini, ishtahasini oshiradi har safar. Endi siz o'ylaysizki, insonlar sizni yomon ko'rgani uchun sotib olmayaptimi? Yo'q. Insonlar sizdan sotib olish balki niyati bordir. Siz noto'g'ri insonlarga taqdimot qilayotgandirsiz. Yo'g'ida eng katta xato bu taklif bermaslik. Taklif bermaslik, siz shu mahsulotni sotgan insonda, storieslarga chiqqan insonda, sotishdan uyalmagan insonda, taklif beray olgan insonda har doim sotuvlar bo'ladi. Insonlar sizni yomon ko'rganligi uchun yoki siz mahsulotingiz kerak emasligi uchun emas, siz ularga o'z mahsulotingizni taqdim qilmaganingiz uchun va ularga to'g'ri taklif bermaganingiz uchun sizda sotuvlar kam bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, hozir siz sotuv ko'nikmalarini o'rganmasangiz, siz tovarga pul tikib qo'ygansiz, arendaga joy olib qo'ygansiz, SMM'ga chiqimlaringiz bor, targetga pul sarflayapsiz, lekin baribir sizda sotuv oz, sekin-sekin rivojlanishi mumkin. Marketing bilimlarsiz, sizda sotuv bilimlarsiz, sizda kelajak yo'q desa ham bo'ladi. Sizni kecha 2 ta kursda o'qib chiqib, SMM'ga kelib, SMM'li videolarni, reelslarni oladi, pulingizni oladi, lekin sotuv bo'lmaydi. Targetini yoqadi, lekin sizda aynan bilim yo'qligi uchun targetolog ham sizdan pul oladi. Arenda, tovar, target, SMM hammasi keladi, lekin baribir sizni chiqimlaringiz kirimingizdan ko'ra ko'p. Lekin buni ikkinchi varianti bor. Bu yerda siz marketing bilimlari bor sizda, sotuv ko'nikmalari bor. Bu yerda siz SMM'ga ham, targetologga ham aniq, toza, texnическое задание ish bera olasiz va ularni ishini kontrol qila olasiz. Siz marketing bilimlari bilan oz xarajat bilan ko'proq sotuv qila olishingizga men 100% ishonaman. Ba'zi bir holatlarda men o'quvchilarimni tovar olib kelsa, Turkiyadanmi, Xitoydanmi, ular o'ylagandan ko'ra tezroq sotib olishadi o'zining tovarlarini. Chunki ular Istanbulga yoki Xitoyga, Guanzhouga ketayotganda ular progrevini erta boshlashadi.
Siz olib kelgan tovar hammasi sotilib ketsa, asnatga qolmasa va siz konkurentlaringizdan ko'ra ko'proq sota olsangiz, qimmatroq sota olsangiz, bu ham bitta tadbirkorning orzusi. Va agarda siz marketing va sotuv bilimlariga ega bo'lsangiz, bu orzu emas, real bo'ladi. Men 4 yildan beri sold out kursimni qilaman. Sold out kursim 1 yilda 1 marotaba bo'ladi. Va bu yili men sold out kursini aynan 2026-yilga mos keladigan marketing va sotuv ko'nikmalarini qo'shib, yangilangan, umuman yangi versiyasini qo'shdim. Bu yerda shaxsiy brend orqali sotish, yuzini ko'rsatmasdan sotish, to'g'ri taklif berish, lead olish, qiziqqan mijozlar sonini oshirish, auditoriyani va klientlar sonini ko'paytirishni jonli va onlayn, offlayn kurslarni yo'lga qo'ydim. Hoziroq shartlarda havolani ko'ring va o'z joyingizni egallang. Sold out kurs haqida pastda havola orqali to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Agarda bu darslik sizga foyda keltirgan bo'lsa va yangi ma'lumot olgan bo'lsangiz, bugun qanaqa insight oldingiz, sharhlarda yozib qoldiring va qaysi mavzuda yangi bepul darslar xohlasangiz ham sharhlarda yozib qoldiring. Ali Maybekova bilan qoling va daromadingizni oshiring.